alaykum, Tureskiy taqvo ishvozlari, aka-ukalar. Loto o'yinimizga xush kelibsiz. 89-turimiz boshlandi, aka-ukalar. Mana bir tavoq chiroyli jo'jachalarni qo'yib berdik. Birisi noxudi, chap tarafdagi, o'ng qo'ldagi arab deyiladi turk tilida. Tureskiy taqvoga ishvozlar, aka-ukalar bo'lsa, marhamat, mana bilet narxi 10.000 so'm, aka-ukalar. 60 ta bilet bo'ladi, bilmaganlarga tushuntirib beramiz. 60 ta biletning ichidan xohlagan raqamingizni tanlab olishlaringiz mumkin. Bitta bilet, bitta raqam 10.000 so'm turadi. Xohlagan raqamingizni tanlab olib, menga lichkamga chiqib, aka mana shu raqamni belgilab qo'ying desalaring, karta raqamimiz bor, karta raqamga pulni o'tkazib qo'yasizlar, ismingizni, sharifingizni yozib qo'yamiz, soningiz bilan ro'yxatda turasizlar. Bizlar Telegram gruppamizga obuna bo'lish uchun YouTube'dagi silkaga bosasizlar. YouTube'imizda silkamiz bor. Silkaga bosib, birdaniga gruppamizga obuna bo'lasizlar, aka-ukalar. Yoki primoy telefon nomeriga 91lik 554 2954. Ismim Marlen. Samarqand shahrida turamiz. Qo'limizdan kelgancha mana yoritib beramiz. Qushlarimizni mana aka-ukalar tomosha qilasizlar. Biri arab, ikkinchisi noxudi. Bir tavoq donga tushgan, aka-ukalar. Omadimni sinayman, omadim kelsa yutaman mana shu qushlarni deganlari bo'lsa, loto o'yinimizni barabanda ichida bo'ladi sharlar, 60 ta shar. Shu oxiri chiqqan sharda ichida mana shu qushlarni olib ketadi. Qaysi son bo'lsa, barabanda ichida, aka-ukalar. Omadlarni sinab olinglar. Qushlarni yutib olinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Alohida mana aka-ukalar yutgan odam pullaydi, olib ketgan odam yurtqorasini.